Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim va ko'pchiligimizni tashvishga solayotgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Men hozir sizga shuni aytmoqchimanki, bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa pensionerlar va ularning oila a'zolari uchun kritik darajada muhimdir. Ummaydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarlar ko'plab savollar va xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Bu xabarlarning asl mohiyati nimada? Kimlar xavotirga tushish kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday choralar ko'rishimiz lozim? Bugungi videomizda aynan shu savollarga javob topamiz. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi juda zarur. Keling, avvalo muammoning ildiziga yetaylik. Ilgari pensiya to'lovlarini to'xtatish tartibi qanday edi? Va hozir nimalar o'zgardi? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pensiya to'lovlari bir qator sabablarga ko'ra to'xtatilishi mumkin edi. Bu holatlar asosan pensionerning vafot etishi, doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketishi, belgilangan muddatda ro'yxatdan o'tish yoki hujjatlarini yangilashdan bosh tortish kabi holatlarni o'z ichiga olardi. Pensiya va nafaqalarni tayinlash hamda to'lash qoidalari bir necha yillardan beri amalda bo'lib, unga ko'ra fuqaro o'z shaxsiy ma'lumotlaridagi o'zgarishlar, pasportining almashtirilishi yoki yashash joyi o'zgarganda bu haqda pensiya jamg'armasi bo'limlarini xabardor qilishi shart edi. Agar fuqaro pensiyani uzluksiz ravishda 6 oy davomida olmasa, to'lovlar vaqtincha to'xtatilar edi. Bu holatda fuqaro pensiya olish uchun murojaat qilgandagina to'lovlar qayta tiklanardi. Shuningdek, nogironlik pensiyasi oluvchilar belgilangan muddatda tibbiy ko'rikdan o'tmasalar, ularning pensiyalari ham to'xtatilardi. Bu qoidalar doimiy ravishda amalda bo'lgan va o'zgarishsiz qolgan. Xo'sh, unmay sanasi bilan bog'liq xavotirlar nimadan kelib chiqdi? Aslida ommaviy to'xtatish degan tushuncha yangi qonun yoki qoidaning joriy etilishi bilan emas, balki mavjud qonunchilikning ijrosiga bo'lgan e'tiborning kuchaytirilishi, nazoratning qattiqlashishi bilan bog'liq. So'nggi paytlarda, masalan, Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlari yoki tegishli idoralarning xat hujjatlari bilan pensiya jamg'armasi o'z ishida bir qator omillarga, ayniqsa pensionerlarning ma'lumotlari to'g'riligini va ularning pensiya olishga bo'lgan huquqlari saqlanib qolganligini tekshirishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bunga sabab so'nggi yillarda qator hollarda pensiya to'lovlarida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgani, jumladan vafot etgan shaxslar nomiga to'lovlar davom ettirilgani yoki xorijga doimiy yashash uchun ketgan shaxslarga pensiya uzatilishi kabi holatlar aniqlangani bo'ldi. Shuningdek, ba'zi pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlari eski yoki noto'g'ri ekanligi, bu esa ma'lumotlar bazasida chalkashliklarga olib kelgani ham kuzatilgan. Aynan shu sababli 10 maydan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensionerlarning shaxsiy ma'lumotlari, yashash joyi, fuqarolik holati va pensiya olishga bo'lgan huquqining asosliligi bo'yicha keng ko'lamli tekshiruvlar boshlanishi rejalashtirilgan. Bu to'lovlarni ommaviy to'xtatish emas, balki qoidalarga rioya etilmagan holatlarda to'xtatishni nazarda tutadi. Maqsad pensiya tizimidagi shaffoflikni oshirish va mablag'lardan maqsadli foydalanishni ta'minlashdir. Bu jarayon avval ham mavjud edi, lekin hozir u yanada tizimli va qat'iy ravishda amalga oshiriladi. Keling, endi kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini atroflicha ko'rib chiqaylik. Bu bo'limda bir nechta aniq misollar keltiraman. Shunda har biringiz o'z holatingizni tahlil qila olasiz. Birinchidan, shaxsiy ma'lumotlarni uzoq vaqtdan beri yangilamagan pensionerlar. Agar sizning pasportingiz muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqandan keyin va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, siz xavf ostidasiz. Misol uchun, Toshkentlik 7 yoshli xola Dilbar opa 2010 yilda turmushga chiqqan qizi Dilnozaning familiyasini o'zgartirganini bilmay, hali ham eski familiya bilan pensiya to'lovlarini oladi deb o'ylagan. Aslida qizi o'zining shaxsiy ma'lumotlarini o'zgartirganini pensiya jamg'armasiga bildirmagan. Bu holatda agar pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bilan haqiqiy holat mos kelmasa, to'lovlar vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Yoki 65 yoshli Murod aka pasportining muddati 2022 yilda tugaganiga e'tibor bermay, uni yangilashni unutgan. Hozirda pensiya jamg'armasi bazasida uning pasport ma'lumotlari noto'g'ri deb ko'rsatilmoqda. Agar bunday holatda uning pasporti haqiqiy emas deb topilsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin.
Bu juda muhim. Chunki davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Ikkinchidan, doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketgan va bu haqda tegishli tartibda xabar bermagan pensionerlar. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari doimiy yashash joyini o'zgartirganda, ayniqsa mamlakat tashqarisiga chiqib ketganda, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari shart. Masalan, 75 yoshli Gulnora Aya 2 yil avval Rossiyaga qizining yoniga doimiy yashash uchun ketgan, lekin O'zbekistondagi ro'yxatdan chiqmagan va pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Uning pensiyasini O'zbekistonda qolgan o'g'li bank kartasidan olib foydalanib kelgan. Tekshiruvlar natijasida uning xorijda doimiy yashayotgani aniqlansa, pensiya to'lovlari to'xtatiladi va ortiqcha to'langan mablag'larni undirish bo'yicha choralar ko'rilishi mumkin. Bu holatda Gulnora Aya O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra pensiya olish huquqini yo'qotgan hisoblanadi. Uchinchidan, vafot etgan shaxslar nomiga pensiya to'lovlari davom ettirilgan holatlar. Afsuski, bunday holatlar ham uchrab turadi. Ba'zi oila a'zolari vafot etgan qarindoshining pensiya kartasidan foydalanishda davom etishadi. Davlat fuqarolik hujjatlari aktlarini qayd etish organlari ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasi bilan muntazam ravishda taqqoslanadi. Agar 80 yoshli Odil boboning vafoti Fadiyoda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, lekin uning oilasi bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, to'lovlar avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bunday holatlarda ortiqcha to'langan pensiya summasi qonuniy tartibda undirilishi shart. Bu holatda Odil boboning oilasi katta muammoga duch kelishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi bunday summalarni qaytarishni talab qiladi. 4-dan, nogironlik pensiyasi oluvchilar tibbiy ko'rikdan belgilangan muddatda o'tmasliklari. Nogironlik pensiyasi muddati tibbiy mehnat ekspert komissiyasi ta'min xulosasi asosida belgilanadi. Agar 25 yoshli Mavluda opa belgilangan muddatda TMEGdan qayta ko'rikdan o'tmaslik natijasida uning nogironlik muddati tugagan bo'lsa va u bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsa, uning pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Pensiyani qayta tiklash uchun u TMEGdan xulosa olib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart bo'ladi. Har yili, hatto bir necha yilda bir marta bo'lsa-da, TMEG ko'rigidan o'tish zarurligi to'g'risida ogohlantirishlar beriladi. Ammo ba'zi shaxslar bunga e'tibor bermaydilar. 5-dan, ishlashga ruxsat berilmaydigan pensiya turlarini olib turgan holda ishlagan shaxslar. Ba'zi pensiya turlari, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, muayyan yoshga yetgunga qadar yoki ayrim toifadagi nogironlik pensiyalari ishlayotgan holda berilmaydigan bo'lsa, pensioner ishlay boshlaganda to'xtatilishi mumkin. Agar 1 yoshli Shahnoza singlisi vafot etgandan keyin uning farzandlariga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olib turgan bo'lsa, u ishga kirganda pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Agar u bu haqda ma'lumot bermay ishlayotgani aniqlansa, pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni Soliq qo'mitasi yoki boshqa ish beruvchi tashkilotlar bilan solishtirishi mumkin. Xo'sh, kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1-dan, agar sizning barcha ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pasportingiz muddati o'tmagan bo'lsa va yashash joyingiz haqidagi ma'lumotlar dolzarb bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni, agar siz muntazam ravishda pasportingizni yangilab, har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilib kelgan bo'lsangiz, tashvishga o'rin yo'q. 2-dan, agar siz pensiyani muntazam ravishda olib turgan bo'lsangiz va 6 oydan ortiq to'xtamasdan bank kartangizdan yoki pochta orqali naqd pulda qabul qilib kelayotgan bo'lsangiz, demak, tizim sizni faol pensioner deb hisoblaydi va bu borada ham ortiqcha xavotirlanishga hojat yo'q. Faollikni tasdiqlash uchun har 6 oyda kamida bir marta pensiyani olish kifoya. 3-dan, O'zbekistonda doimiy istiqomat qilayotgan va xorijga doimiy yashash uchun ketmagan, shuningdek vafot etmagan pensionerlar ham xavotirlanishlari shart emas. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, o'z mamlakatingizda yashayotgan bo'lsangiz va hayot bo'lsangiz, pensiya to'lovlari sizga qonuniy asosda davom ettiriladi. 4-dan, nogironlik pensiyasi oluvchilardan, agar ular belgilangan muddatlarda TMA ko'rigidan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsalar va ularning nogironlik muddati davom etayotgan bo'lsa, ularning pensiyalari ham to'xtatilmaydi. Bu jarayon avtomatik ravishda yangilanadi va sizning oldingizda hech qanday muammo tug'dirmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayon pensiya to'lovlarini kamaytirish yoki budjetni tejash emas.
balki tizimni shaffoflashtirish va pensiya mablag'laridan adolatli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Shunday ekan, o'z ma'lumotlaringizni tekshirish, bu borada hushyor bo'lish har bir pensionerning majburiyatidir. Endi esa pensiya to'lovlarini to'xtatish bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga vaziyatni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Birinchidan, istisnolar. Pensiya to'lovlarini to'xtatish qoidalariga ba'zi istisnolar mavjud. Misol uchun, shaxsning sog'lig'i tufayli shaxsan murojaat qila olmasligi yoki hujjatlarni yangilash imkoniga ega bo'lmasligi kabi holatlar. Agar pensioner kasalxonasida uzoq muddat davolanishda bo'lsa yoki nogironligi tufayli harakatlana olmasa, u pensiya jamg'armasiga bu holat haqida vakili orqali xabar berishi mumkin. Misol uchun, Tayvan 5 yoshli Mohira aya to'shakka mixlanib qolgan va pasportining muddatini yangilay olmagan. Bu holatda uning nevarasi tegishli tibbiy ma'lumotnoma va ishonchnoma bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, Mohira ayaning pasportini yangilashga yordam berishi to'lovlar to'xtamasligini ta'minlashi mumkin. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi inson omilini inobatga olgan holda maxsus tartibda ish ko'radi. Qonunchilikda nogironligi bo'lgan shaxslar, yotoqxonada yashovchilar uchun maxsus tartib-qoidalar belgilangan. Ya'ni ularning pensiyalarini to'lash va hujjatlarni rasmiylashtirishda alohida yondashuv qo'llanilishi mumkin. Ikkinchidan, qaltis jihatlar. Eng katta xatolardan biri bu pensiya jamg'armasidan kelayotgan xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirishdir. Ba'zida fuqarolarga SMS xabarnomalar, pochta orqali maktublar yoki uyali aloqa orqali qo'ng'iroqlar kelishi mumkin. Ularda shaxsiy ma'lumotlarni yangilash yoki qo'shimcha hujjatlar taqdim etish zarurligi haqida ogohlantiriladi. Agar siz bu ogohlantirishlarga javob bermasangiz, avtomatik ravishda pensiya to'xtatilishi mumkin. Misol uchun, 70 yoshli Bahrom boboga pasportining muddati tugashiga 3 oy qolganda SMS xabarnoma keladi, lekin u mayli keyinroq qilarman deb e'tibor bermaydi. Natijada pasportining muddati tugagandan so'ng pensiyasi to'xtatiladi. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan kelgan har qanday xabarnomaga jiddiy e'tibor berish lozim. Boshqa bir qaltis jihat, bu hujjatlarni to'liq tushunmaslik yoki noto'g'ri taqdim etish. Ba'zan fuqarolar pensiya jamg'armasi talab qilgan hujjatlar ro'yxatini to'liq tushunmasdan yoki noto'g'ri shaklda taqdim etishadi. Bu esa hujjatlarning qaytarilishiga va jarayonning cho'zilishiga olib keladi. Bu vaqt davomida pensiya to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, noaniq nuanslar. Bular asosan ko'pchilik bilmaydigan yoki tushunishga qiynaladigan holatlardir. Vaqtinchalik xorijga chiqish. Agar pensioner sayohat qilish yoki qarindoshlarini ziyorat qilish maqsadida bir necha oyga xorijga chiqib ketsa, bu pensiya to'lovlariga ta'sir qilmaydi. Chunki u O'zbekistonning doimiy fuqarosi bo'lib qoladi va mamlakat ichida ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Muammo faqat doimiy yashash uchun ko'chib ketilganda yuzaga keladi. Ammo agar fuqaro 6 oydan ortiq muddat davomida pensiyasini olmasa, bu avtomatik ravishda to'lovni to'xtatishga olib kelishi mumkin. Shu sababli agar uzoq muddatga xorijga ketilayotgan bo'lsa, pensiyani ishonchli vakil orqali olishni tashkil qilish yoki bank kartasi orqali muntazam ravishda undan foydalanib turish tavsiya etiladi. Bu vasiylar va vakillarning roli. Ayrim hollarda pensionerlar pensiyani o'zlari ola olmaydilar. Bu holatlarda vasiylar yoki ishonchnoma asosida harakat qiluvchi vakillar pensiya olishlari mumkin. Lekin vasiylik muddati tugagan bo'lsa yoki ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Misol uchun, 88 yoshli Maqsud boboning pensiyasini o'g'li vakil sifatida olib kelgan. Ammo o'g'li tasdiqlangan ishonchnomaning muddati tugaganini unutgan. Bu holatda pensiya jamg'armasi o'g'liga ishonchnoma muddatini yangilashni so'raydi. Aks holda to'lovlar to'xtatiladi. Shunday ekan, vasiylar va vakillar o'z vakolatlarining muddatini doimiy nazorat qilib borishlari shart. Raqamli xizmatlarining ahamiyati. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari My.Tok.uz portali orqali amalga oshirilmoqda. Pensiya to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash uchun Mening davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ko'pchilik pensionerlar va ularning yaqinlari bu imkoniyatdan to'liq foydalana olmaydilar. Bu esa ularga keraksiz ovoragarchilik va vaqt yo'qotishga olib keladi. Misol uchun 68 yoshli Ra'no opa o'z pensiya ma'lumotlarini My.uz orqali tekshirishni bilmaganligi sababli har safar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishga majbur bo'ladi. Agar u My.ga
uzdan foydalanishni o'rgansa, ko'p vaqt va kuchni tejab qoladi. To'xtatilgan pensiyani qayta tiklash jarayoni. Agar pensiya to'xtatilgan bo'lsa, uni qayta tiklash imkoniyati doimo mavjud. Bu jarayon pensionerning murojaati asosida amalga oshiriladi. Murojaat qilgan kundan boshlab barcha zarur hujjatlar taqdim etilgandan so'ng to'lovlar qayta tiklanadi va o'tkazilmay qolgan pullar ham to'lab berilishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt talab qiladi. Eng muhimi, pensiya jamg'armasi shunchaki pensiyani to'xtatib qo'yib, bu haqda xabar bermasdan turmaydi. Odatda to'lovni to'xtatishdan oldin ogohlantirish beriladi yoki to'xtatilgandan keyin ham sababi tushuntiriladi. Shuning uchun vaziyatni o'rganish va tegishli choralarni ko'rish juda muhimdir. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu bo'limda sizga aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. Shunda siz hech qanday muammosiz pensiya to'lovlarini olishda davom eta olasiz. Birinchi qadam, o'z pensiya holatingizni tekshiring. Bu eng asosiy va birinchi qadam. Qayerga borish kerak? Siz yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday tekshirish kerak? Shaxsan borib, pasportingiz bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. U yerda xodimlar sizning ma'lumotlaringizni tekshirib beradilar va pensiya to'lovlariga oid barcha savollaringizga javob beradilar. Misol uchun, 2 yoshli Dilshod aka o'z pasportini yangilagandan so'ng pensiya jamg'armasiga borib, uning yangi pasport ma'lumotlari tizimga kiritilganligiga ishonch hosil qilgan. Bu unga xotirjamlik bag'ishlagan. 2. Telefon orqali. Pensiya jamg'armasining ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishga harakat qiling. Hududiy pensiya jamg'armasi raqamlari har doim mavjud. Ammo shaxsiy ma'lumotlar sir saqlanganligi sababli telefon orqali faqat umumiy maslahatlar berilishi mumkin. Shaxsiy holatingizni to'liq aniqlash uchun shaxsan borish talab qilinadi. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, mening davlat xizmatlari portali Mayotogov. Uz orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, pensiya to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay usul. Chunki uyingizdan chiqmasdan turib barcha kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Portalda pensiya ta'minoti bo'limiga o'ting va pensiya miqdori va to'lovlari haqida ma'lumot xizmatini tanlang. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni pasport, yashash joyi tekshiring va yangilang. Pasportingiz muddatini tekshiring. Agar muddat o'tgan bo'lsa, zudlik bilan Davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilib, yangi pasport ID karta oling. Yangi pasport olganingizdan so'ng pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishingiz shart. DXMlar pensiya jamg'armasi bilan ma'lumot almashish tizimiga ega bo'lsa-da, sizning shaxsan xabardor qilishingiz jarayonni tezlashtiradi va xatolarni oldini oladi. Misol uchun, 6 yoshli Gulchehra aya ID karta olgandan keyin bir hafta ichida pensiya jamg'armasiga borib, ma'lumotlarni yangilagan va uning pensiyasi uzluksiz davom etgan. Yashash joyingiz. Agar doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa yoki doimiy yashash uchun xorijga ketgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga darhol xabar bering. Agar yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, siz yangi yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Nogironlik muddatini tekshirish. Agar siz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, demak xulosasining muddatini bilib oling va belgilangan muddatda qayta ko'rikdan o'tishni unutmang. Demak ko'rigidan o'tgandan so'ng pensiya jamg'armasiga yangi xulosani taqdim etishingiz shart. 3-qadam, agar pensiya to'lovlariga oid muammo yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Agar sizning pensiyangiz to'satdan to'xtatilgan bo'lsa, vahima qilmang. 1. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Darhol pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan boring. 2. Sababini aniqlang. Pensiya jamg'armasi xodimlaridan pensiya to'xtalishining aniq sababini so'rang. Ular sizga to'liq tushuntirish berishlari va qanday hujjatlarni to'plash kerakligini aytishlari shart. 3. Hujjatlarni to'plang. Agar pasportingiz yangilanmagan bo'lsa, yangi pasport ID karta olib boring. Agar yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda ma'lumotnoma olib boring. Nogironlik pensiyasi to'xtatilgan bo'lsa, TMIKning yangi xulosasini taqdim eting. 4. Yozma murojaat qoldiring. Agar og'zaki tushuntirishlar qoniqarli bo'lmasa yoki muammo hal bo'lmasa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada pensiya to'xtatilishining sababini so'rang. Vaziyatni tushuntiring va pensiyani qayta tiklashni so'rang. Ariza 2 nusxada bo'lishi kerak. Bir nusxasini pensiya jamg'armasiga topshirib,
ikkinchi nusxasiga qabul qilib olganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy nizolarni hal qilishda sizga isbot bo'lib xizmat qiladi. 5. Qayta tiklash muddati. Odatda barcha hujjatlar to'g'ri taqdim etilgandan so'ng pensiya to'lovlari qisqa muddat ichida qayta tiklanadi va o'tkazilmay qolgan summalar ham to'lab beriladi. 4-qadam. Kelajakda pensiya to'lovlarining to'xtatilishini oldini olish uchun bin ma'lumotlarni muntazam yangilab turing. Har qanday shaxsiy ma'lumotlaringiz, familiya, ism, sharif, pasport, yashash joyi o'zgarganda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. Eng yaxshisi har 6 oyda yoki yilda bir marta MyGov.uz orqali yoki shaxsan borib o'z ma'lumotlaringizni tekshirib turing. 2. Pochta qutingizni va SMS xabarnomalarini nazorat qiling. Pensiya jamg'armasidan kelayotgan har qanday ogohlantirishlarga e'tibor bering va ularga o'z vaqtida javob bering. 3. Pensiyani muntazam oling. Pensiyani kamida 6 oyda bir marta bank kartasidan oling yoki pochta orqali olib turing. Bu sizning faol ekanligingizni tasdiqlaydi. 4. Yaqinlaringizni xabardor qiling. Agar sizning yoshi kattaroq qarindoshlaringiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotlarni yetkazing va kerak bo'lsa, ularga yordam bering. Misol uchun, agar yoshli buvingizga har 6 oyda bir marta pensiyasini bankomatdan olishiga yoki ma'lumotlarini tekshirishiga yordam bering. Aziz do'stlar, 10 maydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarlar shunchaki tizimdagi mavjud qoidalarni yanada qat'iyroq ijro etishga qaratilgan bir ogohlantirish ekanligini yana bir bor ta'kidlayman. Sizning huquqlaringiz himoya qilingan va davlat pensiya to'lovlari bo'yicha majburiyatlarni to'liq bajaradi. Eng muhimi bu xushyorlik, o'z ma'lumotlaringizga e'tiborlilik va zarur choralarni o'z vaqtida ko'rishdir. Bugungi ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu muhim ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, omon bo'ling.